Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun. Bugun 20-aprel 4-oy 2025-yil. Men sizlarga Toshkent shahridagi Chilonzor tumanidagi IIB boshqarmasining kirdikorlari bo'yicha murojaat qilib, haqiqatni aytmoqchiman. Asosiy maqsadim Yurtboshim Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga xabar berishga murojaatim. Yana bir marta aytaman. Yurtboshim Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga xabar berish ila murojaatim. Chilonzor tuman IIB boshqarmasi 2020 yil 7-noyabrda bergan arizam bo'yicha meni murojaatimni oxir-oqibat javobsiz qoldirgan holda shu kunga qadar men javob xatisiz, hech qanaqa xat xabarsiz qolgan holda sabr qilib keldim. Meni aytib, murojaat qilib ko'rsatgan har bir menga nisbatan bo'lgan adolatsiz ishlarni, shu bilan birga 17 ta videokamera zapsini, lekin javob xatida 12 ta videokamera zapsi degan. Ularning gapi bo'yicha gapiray, 12 ta videokamera zapsini yo'q qilgan. Bahonasi, ya'ni jinoyat alomati yo'qligi uchun rad qilingan ekan va material 3 yildan keyin yo'q qilingan ekan. E'tibor beringlar-da, tegishli o'rin xodimlariga qay tarz bizga kelishib, tanish-bilishmi, pora olibmi, ishda o'zlari kelishib, ularda vlast bor-da, haqiqatni yashirib, fuqaroning murojaatini shunday yo'q qilib ham mana yuzaga kelib chiqqani fakt bo'lyapti. Ya'ni yo'q qilinganligini o'z og'zi bilan ular yozma tarzda menga yetkazdi. Javob xatini rasmini ko'rsataman. Ko'rib guvohi bo'linglar. Chilonzor tuman IIB boshqarmasi boshlig'i va jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari, Murod ismli, Ziyodulla ismli militsiya xodimlari bor haqiqatni yo'q qilib, 12 ta videokamera zapsini ham yo'q qilib, men 3-aprel 2025-yil qo'ng'iroq qilganimda izlayapmiz deb menga o'z so'zi bilan aytib, mana meni murojaatimni yo'qqa chiqardi. Menga nisbatan bo'lgan zug'um, adolatsiz barcha ishlar shunchaki ular tomonidan yo'q qilindi. Allo, assalomu alaykum. Allo. Murod aka, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Xayrli tong. Murod aka, men arizam bo'yicha sizga murojaat qilyotgandim. Qaysi ariza? Sizlar men 15 ta bola urgan 17 ta videokamera ostidagi voqeani 7-noyabr 2020-yil bo'yicha ko'rib chiqayotgan edingizlar o'shanda, bilasizmi? Nechinchi? 2020-yili 7-noyabrdagi arizam bo'yicha. Men Urustemov Murod Rizbekovichman, agar eslagan bo'lsangiz. Menga aytgandingiz-ku, videokamera zapslari turibdi, hammasini qidiryapmiz, izlayapmiz deganingiz. O'sha bo'yicha hech qanaqa ariza ham bermadingizlar, yo uni topdik, topmadik, telefon ham qilmadingizlar. Shu bo'yi qolib ketdim mana. U bo'yicha hali surishtirishlar olib boryapmiz. Chunki uje mana bu yilda oxiri 7-noyabrda 5 yil bo'ladi bu ishga. Shunga men hozir bu haqida portalga qo'ng'iroq qilib, men sizlarning ustularingizdan shikoyat qildim. Tillayevning ustidan, sizni Ziyodulla akani, Qahramon akani uchastkovoy bor, podpolkovnikmi unvoni. Sizlarning ustingizdan shikoyat qoldirdim hozir men. Rahmat sizga. Buni tushundim, rahmat deyman. Shunga hozir men so'rayotganim, nima bo'ldi? O'sha masalani hal qilasizlarmi, yo'qmi? Surishtiramiz. Videokamera zapslari bormi? Dalillar yo'q qilinmadimi? Dalillarim? Mana o'chirib qo'ydi. E'tibor beringizlar. Nimalar qilyapti bular? Ushbu militsiya xodimi jinoyat qidiruv bo'limiga qo'ng'iroq qildim. Soat 7:59 da bugungi sana 3-aprel 2025-yili. 1 minut 45 sekund vaqt mobaynida telefonni o'chirib qo'ydi. Telefon raqami 90 994
0089. E'tibor beringlar, qidiryapmiz deydi. 5 yildan beri qidiryapti ekan. Universitet videokamera ostidagi barcha fuqarolar shu kungacha topilmabdimish. E'tibor beringlar. Endi qo'ng'iroq qilamiz uni sherigiga. Qani? Ziyodulla. Bergan raqam vaqtinchalik o'chirilgan. Извините, номер временно блокирован. Ha, bu raqam o'chirilgan deyapti. Telefon raqami o'sha paytda 99lik 815 1984 edi. Hozir 08:02 da telefon qildim. 3 aprel 4-oy 2025-yili. Ismi Ziyodulla edi, jinoyat qidiruv bo'limi. Endi militsiya xodimiga qo'ng'iroq qilamiz. Uchastkovoy xodimiga, o'sha Chilonzor tuman, bular hammasi Chilonzor tuman IIB xodimlari. Ikkitasi jinoyat qidiruv bo'limida, mana bu hol qo'ng'iroq qilayotganim uchastkovoy edi, militsiya tanishib punktida. Hozir telefon raqami 93lik 599 78 79. Hozir qo'ng'iroq qilyapman 08:03 da. Siz chaqirayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Ha, guduk ketdi omad. Raqami ishlayapti, значит. Hozir qayta murojaat qilamiz. Jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'iman deganda o'shanda Murod aka. Hozir yana qo'ng'iroq qilib bilamiz. O'zi o'chirdimi yo uzilib qoldimi, hozir bilamiz. Allo, Murod aka? Mana olib o'chirib qo'yyapti. Mana ahvol. Oxir marta qo'ng'iroq qilaman, bo'lmasa ushbu Abonent band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Mana e'tibor beringlar-da. Militsiya xodimi meni murojaatlarim shu davrgacha cho'zib kelgan yetmaganidek, salkam 5 yilgacha cho'zib kelgan yetmaganidek, ishimni hal qilmasdan murojaatimni javobsiz qoldirib, menga nisbatan hurmati mana shunday bo'lyapti mana. Hozir mana qo'ng'iroq qildim. Birinchi qo'ng'irog'im 07:59 da bo'ldi. 1:45 sekund gaplashdim. Murojaatimni yetkazdim. Ikkinchisida 08:04 da qo'ng'iroq qildim. 1 sekund, ya'ni gudok telefonim oldida o'chirib qo'ydi. Uchinchisida 08:05 da qo'ng'iroq qildim. Batamom o'chirib qo'ya qoldi. Endi e'tibor beringlar-da. Militsiya xodimlari mana shunday muomala bilan fuqaroga qarshi chiqsa-da, fuqaro o'ziga kerakli ma'lumotlarni olmasa, qilgan murojaatlari oyoq osti bo'lsa, hurmati bu nimaga to'g'ri keladi? Mantiqqa to'g'ri keladimi? Qonunga, vijdonga, shariatga to'g'ri keladimi? Qani adolat? Men taxminiy fikrimni aytishim mumkin. Bular kelishib olgan. Men ariza beraman, lekin ularga pul bermayman, pora bermayman. Lekin salkam 15 ta boladan universitet videokamera ostida yuzlari tushgan videokameraga tushgan fuqarolardan har bittasidan mayli men eng past summani aytay, $100 olganda 15 ta $100 olib, bular ishni yopgan. Mana endi ko'ramiz qani bular qanday yo'l tutadi. Yo ularni topadi, yo menga qandaydir chora ko'radi. Eng avvalambor Allohim aytgani bo'ladi. Ular qay yo'lni tanlasa, bu dunyoda ham, u dunyoda ham qilgan har bir kirdikorlik jinoiy ishlariga mantiqsiz,
nohaqlik, adolatsiz ishlarga javob beradi. Men esa hozir bor yo'g'i oddiy fuqarolik huquqim bilan bularni ko'rishdan va bular qanday yo'l tutishini tomosha qilishdan boshqa choram yo'q. Lekin ularda vlast bor. Ularda mansabni suiiste'mol qilish, qalbaki hujjatlar tuzish yoki meni xohlasa so'kish, xohlasa urish vlasti bor ularda. Lekin shu kungacha meni bironta militsiya xodimi hali urgani yo'q. 2013-yil 17-avgustdan beri men juda ko'p tarzda xo'rlanib, oyoq osti bo'lib kelayotgan ishlarim bo'yicha hali birontasi urgani yo'q, lekin so'kkalari bor. Lekin hayotda eshitayotganlarim ko'p. Hatto ko'rgan joyim bor, urib o'ldirgan joyini militsiya xodimini. Uni tegishli joyda ko'rganman. Urib o'ldirgan nimasi, nima uchun qamalganini ko'rganman. Muhimi bu vaziyatda oddiy ko'cha tilida aytganda uyimda kuzatib o'tirishdan boshqa choram yo'q. Endi bular meni rudiga chaqirib yo ishni to'g'ri hal qiladi yoki menga nisbatan adolatsiz, nohaq, qonunga zid, jinoiy, shariatga zid ishlarni boshlaydi. Ko'ramiz. Bugungi sana aytib o'tay, yana 3-aprel 4-oy 2025-yili. Chorak asrda men mana shu murojaatimni, zapsimni sizlarga taqdim etish uchun, haqiqatni ko'rsatib berish uchun o'zim uchun yozib olgan zapsni mana shu vaziyatlarni to'lig'icha kiritgan holatda o'z so'zlarim bilan sizlarga taqdim qilmoqdaman.